Do'stlar, navbatdagi mijozimizga 212 01 da. Og'a, menga ishondingizmi? Bir ish telefon gaplashgan paytingiz. Real nima? Bir o'ylanib taklif tashladingiz, to'g'rimi? Haqiqatda so'zimizda turdimmi? Va'da bergan narsamni mashinani qilib berdimmi? Olib kelib berdimmi? Qanday ishonsa bo'larmiki? Shunday Sirdaryoga, Sirdaryo. Toshkentga bordim. Kecha telefon qildim, nalichi bormi dedim, bor dedi Toshkentda. Bugun borsam sotilib ketdi, u yerda 2 kun qarab turing, olib kelib beraman. Instagram kirdim, topdim-da shunday telefon qildim, nalichida bor 2 million zaklasanglar. Zaklatni qaytarib oldingizmi, berdimmi? Ammo yo'qmaga. So'zga ham destov qilamiz aka, men Murdoq Jaydarov shaxsan o'zim. Aka nima deb va'da bergan bo'ldim, o'zim turganman, bundan keyin turaman. Qanaqa mijozda bo'ladigan bo'lsa, men tanishlar, do'stlar, kelmasa ham bo'ladi, mashinani piraman, o'zim dastlabki ham beraveraman. Akalar kelishgan holatda. Akalar yaxshi kun xizmat qilsin aka. Tabriklayman, yana hurmatda. Yaxshi xizmat qilsin. Bosmay demangiz, Qashqadaryo kitob ketyapti akalarga mani.